Fikri o'tkir, qalbi chunqur xonim-qizlarning yillardan oladig'ini yo'qotganidan qimmatli bo'ladi. Yillar o'tgan sari jafo mushaqqatlar ularni besib olsa-mu, ular to'zimas guldek chaqnab turadi. Ba'zilar havas bilan, ba'zilar hasad bilan, yana ba'zilar qoyillik bilan, yana ba'zilar yaratmaslik nazarda qarasa-mu, bu xil xonim-qizlar o'z qiymatini boshqalar orqali ko'kka ko'tarmaydi yoki yerga urmaydi. Ular boshqalarning nazarida emas, o'zining qalbida yashaydi. Eng yaxshi o'rnak sifatida qimmatli inson ekanligini e'tirof qilib, o'zini qadrlab yashaydi. Yillar bu xil xonim-qizlarga urg'ib turgan jalbkorlik va latofatlik olib keladi. Hayotning oddiy bir kartoskasimi chonqur hikmatlarni ato qila oladi. Shunga ular yillarning o'tishiga qarab hasratlanishning o'rniga yillarga rahmat aytadi.